Qalpoq va uning turlari ko'pincha O'rta Osiyo, Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston kabi o'lkalarda erkaklar orasida hali ham ishlatiladi. O'zallik bilan qirg'iz qalpog'i oq kigiz ustiga qora naqshli bo'lgani mashhurdir. Usmonli davrida ham ayrim yerlarda qalpoq qo'llanilgan. Qafqosiyo va Bolqonlarda chechinlar, dog'istonliklar, arnavutlar, bo'snoqlar ham qalpoqqa o'xshash bosh kiyimlarni qo'llanganlar. Qalpoq yo shiva bilan aytganda qalpoq Qirg'izistonda faqatgina bosh kiyim emas, balki mahalliy madaniyatda o'zining chuqur ildizini o'tkazgan bo'lib, ma'naviy ramz ma'nosida katta hurmat bilan xalq tomonidan qo'llaniladi. Keling unda qalpoqning madaniy va ramziy ma'nolarini bilgi dasturi orqali o'rganaylik. Bu milliy o'zlikni anglatuvchi nishondir. O'rnak uchun Qirg'izistonda qalpoq kuni nishonlanadi. Bu asolat, yetuklik, yetakchilik kabi fazilatlar bilan bog'liq. Ayrim yerda qalpoq kiyish bu buyuklik va hurmatni ko'rsatadi. O'zbekchada kigiz va vatanda xalq ichida namat deb bilingan materialdan to'qilgan qalpoq erkaklar tomonidan faxr bilan kiyiladi. Qozog'iston va Qirg'izistonda sayohat qilganda bu chiroyli to'rani ko'rishimiz mumkinki, yaqinlarda UNESCO madaniy meros ro'yxatiga ham kiritildi. Ayrim tarixiy qaynoqlar qirg'iz xalqining tarixi va ularning qaysi paytdan beri qalpoqni qo'llanishini o'rganishida qiziquvchilarga katta yordam beradi. Ushbu manbalardan biri Markaziy Osiyo yo Turkistonning hukmdor sulolalarining yozib va meros qoldirgan mashhur xotiralaridir. O'rnak o'laroq Boburnomadan bahs etsak o'rinlidir, chunki ushbu asar muhim bir qaynoq hisob bo'ladi. Boburnoma Hindiston va Ichki Osiyoni boshqargan Bobur shoh tomonidan 16-asrda yozilgan mashhur kitobdir. O'rta asr minotorlari aniq ko'rsatadiki, Boburning chegarasida qalpoqqa o'xshash bosh kiyimlar kiyilgan. Qo'shimcha qilsak, ayrim qaynoqlarda shunday kelgan. Zafarnomada bo'lgan minotorilardan birida Izmir shahridagi Avliyo Lumon restorlarining qo'rg'oni zabt etish sahnasi tasvirlangan bo'lib, unda oq qalpoq kiygan askarlar shahar devorlarini himoya qilayotgani aks ettirilgan. Bu esa qirg'izlarning Temur va Bobur kabi Markaziy Osiyoni boshqargan buyuk hukmdorlarning yurishlarida qatnashganini tasdiqlovchi dalil sifatida hisob bo'la oladi. Kigizdan tayyorlangan qalpoq asrlar davomida ko'chmancha ajdodlarimiz tomonidan issiq, sovuq va yog'murlardan himoya qilish uchun ishlatilgan. Chunki kigizning ayrim bakteriya va namli havolardan insonni qo'riydigan xosiyati bor. Oq fonda va uchburchak shaklida tayyorlangan qalpoq Qirg'iziston hududining katta qismini qamrab olgan, o'yilgan yo taroshlangan tog'larni ifodalaydi. Bugungi kunda u asosan muhim bayramlarda kiyiladi, biroq ayrim mahalliy aholi hanuzgacha uni har kuni ajdodlari kabi kiyib yurishadi. An'anaviy yo'sinda qalpoqni faqat erkaklar kiyadilar. Hozirgi kunda esa milliy bosh kiyim bo'lgan qalpoq zamonaviy moda uyg'unlashuvi bilan bu sohada katta ta'sir ko'rsatmoqda. Aytishlaricha, qalpoqni sotish yoki sovg'a qilish u yerda taqiqlangan. Uni faqatgina ota o'z o'g'liga meros berishi mumkin. Bundan tashqari xalq ichida shunday bir o'ylav ham bormish. Qirg'izlar qalpoq yo'qotishni o'z sha'nini yo'qotish deb bilar ekanlar. Demak, qalpoqni yo'qotmaslik shart ko'rinadi.
Shularga qaramay zamonaviy Qirg'izistonda qalpoq sekin-sekin mashhurligini yo'qotib bormoqda. Biroq 2016-yilda hukumat har yil 5 Mart kunini milliy qalpoqning nishonlash kuni deb e'lon qildi. Qalpoqni qirg'iz madaniyatining markaziga qaytarishi uchun ko'plab harakatlar qilinmoqda. Jumladan, zamonaviy uslubidagi qalpoqlarni yaratayotgan moda dizaynerlari tomonidan yo'lga tashlangan faoliyatlarning barchasidan so'z aytish mumkin. Shunga o'xshash milliy va asl qadriyatlarni va madaniyatni asrashga qaratilgan tashabbuslar ham yo'lga qo'yilmoqda. O'rnak, Qirg'izistonning an'anaviy cholg'usi bo'lgan kumuzga bag'ishlangan milliy kumuz kuni ham e'lon qilingan va muntazam shaklda qutlanadi. Qirg'iz qalpog'i qanday sirlarni o'z ichida yashirgan? Qirg'izistondek kichik bir mamlakatda taxminan 80 xil turdagi qalpoq mavjud. Har bir qalpoq juda diqqat bilan tanlanishi kerak deb ta'kidlanadi. Nega bilasizmi? Chunki uning ramzlari va to'slari alohida ma'no va anglamga egadir. Qalpoq qirg'izlarning hayotida tabiatning muhimligini eslatadi. U qorlar bilan qoplangan Tyon-Shon tog'larini ifodalaydi. Uning 4 tomoni 4 unsur, ya'ni havo, suv, yer va olovni anglatadi. Qalpoqning turli dizaynlaridan tashqari, ularni kiyilmaydigan paytda saqlash uchun tekis qilib qallash mumkin. Qalpoqning etagini butunlay tepaga qaratib burish mumkin. Ba'zida qalpoqning etagida kesim bo'ladi. Shunda ikki uchi cho'qiga o'xshagan shaklni yaratadi. Oddiy oq qalpoq ko'pincha bayramlar va maxsus tadbirlar uchun ajratiladi. Kundalik foydalanish uchun mo'ljallangan qalpoqlar esa odatda qora baxmal astar bilan tikilgan bo'ladi. Markaziy Osiyodagi turkiy madaniyatlarda qalpoqlar uchli, tog' shaklini eslatuvchi qiyalik, ya'ni ship shakli bilan yaratiladi. Bu esa Turkiyada silindar yo ustuvonai simon qalpoqlardan farqlanadi. Qalpoq qishda boshni issiq saqlaydi. Yozda esa quyoshdan qo'rinish uchun soyabon sifatida xizmat qiladi. Har fasl uchun ishlatiladigan qalpoqlar bor. Qishdagi qalpoqlar qalinroq, yozdagi qalpoqlar esa yupqaroqdir. Biroq kengroq bichimli bo'lib, quyosh nuridan saqlaydi. Har bir qirg'iz erkagi, xonlari, bolalari, o'smir va yigitlari, cho'ponlari ham qalpoq kiyganlar. Biroq ularning kiygan qalpoqlari bir-biridan farqliroq bo'lgan. Masalan, yetakchining qalpog'i oddiy millatga qaraganda nisbatan yuksakroq bo'lgan. Qalpoqning har bir unsuri o'ziga xos ma'noga ega bo'lgan. O'rnak qilib aytganda, bolalar qalpog'idagi ramz onaning himoyasini anglatadi. Bola 12 yoshiga to'lganda yashil naqshli kapalak, 24 yoshda esa ko'k kapalak naqshi bo'lgan qalpoqni ishlatgan. 36 yoshda jigar rang, 48 yoshda bej rang va 60 yoshda qora qalpoq kiyilgan. Agar bir yigit uylanish niyatida bo'lsa, o'z niyatini belli qilish uchun u qizil bezakli qalpoq kiygan. Qalpoq qirg'izlar uchun bosh kiyim emas, balki etnik guruhning o'zalligini ko'rsatib beradi va uning turli shakllari, ranglari va naqshlari orqali qalpoq kiygan kishining yoshi va maqomini bilib olish mumkin bo'ladi. Bizni kuzatib borayotgan muxlislarga kattakon rahmat. Siz ko'rsatuvlarimizda qaysi mavzularni tanglashimizni istaysiz? Iltimos o'z fikr va mulohazalaringizni kommentlarda yozib qoldiring. Ekraningizda O'zbek TV, Ifora.